Hozirda 48 yosh bo'lishiga qaramay, go'zallikni, noodatiylikni, serharakatlilikni namoyon qilib kelayotgan dunyoga taniqli qo'shiqchi Shakiraning matritsasidan bir chimdim tahlil qilamiz. Shakiraning matritsasi markazida hamda 40 yoshgacha va 60 yoshgacha bo'lgan missiyalarida ajdodini, o'zining nomini dunyoga tanitish energiyasi turibdi. Uning eng katta talanti har narsada go'zallikni ko'ra oladigan, his qila oladigan tug'ma iste'dodi bor. Dunyoga sevgi ko'zi bilan qaraydi. Sevgi orqali tanlovlar qiladi. U sevgi, go'zallik energiyasini mutlaqo erkin tarzda namoyon qiladi. U har qanday cheklovlar, bog'lanishlardan xoli. Unda yaxshi rivojlangan sezgi, ijodkorlik, hazil tuyg'usi bor. Ikki orqali ayollik energiyasi, intuitsiyasi kuchli, har jabhada bir shingil qobiliyati bor diplomatik inson. Pul kanalida esa boylik, saxiylik, quyosh, quvonch energiyasi turibdi. Qo'llab-quvvatlash uchun like bosing va YouTube kanalimga obuna bo'ling.